Alloh baxtli. Qalaysizlar? Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz. Chunki ko'p Minecraft o'ynadim. Minecraft ketidan borib qoldi. Bu boshqa telefon o'ynadim. Hech qo'yolmadim. Qaranglar, urdilar. Mani anaqa qilinglar. Zo'r. Ancha payt YouTube'ga video qo'yganim yo'q. Ama telefonum buzuldu, ana öyle buldu. Telegram'da yan kanal açtım. YouTube'da yeni sırkasını taşıyamam. İşte sırkasını taşıyamam. Ben de komentarda düşünüyorum. Sırkasını taşıyacak bilmiyorum. Biraz gitsene. Uğratıp. Просто будет. Просто Ratatatata deb boshlayman. Shunaqa edi. Yoshligimizda o'laydi shunaqa qo'shiqlar. Hozir modadan qolgan emas. Nima? Xo'p, boshlaymiz. Telefonim buzilgan, qaranglar. O'rtoqlar, agar hozir shu telefonim meni buzib qolishi mumkin hozir. Agar YouTube video qo'ya olmasam, endi telefonim buzilib qolsa, men bular ana boshqa akkaunt ochaman. Bu akkauntimni ololmayman qayta. Bu akkauntni sotaman-da. Bu akkauntda uncha yurishmayapti ham. Qaranglar. 30 tagina obunachida, вообще kamda kanalimda. Men yaxshi video qo'yapmanmi, video qo'yapmanmi? Bilmayman, yoqmayapti odamlarga. YouTube qaramayapti ham, ko'rmayapti ham. Kanalim ochdim, hech kim kirgani ham yo'q. Podpiska ham boshlani kanalimga. Men buni sotaman kanalimda. Ekstraman. Agar bo'lmanglar, men yutdim. Pasti. Telefonimni ham sotmoqchiman. Sotuvga qo'yganman. Agar olmoqchi bo'lsanglar, lokatsiya tashlaman kanalimga. Kanalga, YouTube kanalga tashlaman. Agar kimga kerak bo'lsa, kommentar yozib ketinglar. Shu yerni qilamanda bir haftadan keyin telefon sotaman. Kommentar yozinglar. Normal telefon. Ko'taradi ko'p o'yinlar. Ko'pincha o'yinni ikki qat juda katta megabit qo'ysa o'yin ko'p turolmaydi. Shunday ochadi, ko'kimizga buni qotib jizillab qoladi telefon. Ovoz chiqarib qoladi. Kommentarga yozsin, men lokatsiya tashlayman, o'sha yerga olasizlar. Telefonni.